Hayat məni qıynadın, hayat məni qıynadın. Günahlarım varmı məni əsablara taşladın. Həmməsidən çarçadım, bəlkəsidən çarçadım. Axır mənəm adamman, gözlərimni yaşladım. Hayat məni qıynadın, hayat məni qıynadın. Günahlarım varmı məni əsablara taşladın. Həmməsidən çarçadım, bəlkəsidən çarçadım. Axır mənəm adamman, gözlərimni yaşladın. Xəstə yürək xəstə, xəstə yürək xəstə. Yürüb baraya tırman, sən tamana əstə. Kollarımda qaldı, məni kolumda qaldı. Sana bərgən güllərim balıb qaldı dəstə. Xəstə yürəgim xəstə, məni yürəgim xəstə. Yürüb baraya tırman, sən tamana əstə. Kollarımda qaldı, kollarımda qaldı. Sana bərgən güllərim balıb qaldı dəstə. Qalaysan? Voy, qalaysiz? Yaxshimisan? Tuzukmisan? Kayfiyatlaring qalay? Qalay yangi mashinam? Yoqdimi? Ha, Zo'r. yaxshi. Lekin shuncha pulni qayerdan oldingiz? Eskisini sotib buni oldim. Lekin oldingi mashinangiz ham yaxshi edi-yu. Uni buni qo'y, yur. Ovqatlangani boramiz. O'tir. Voy! Buncha chiroyli. Hayat məni qıynadın, hayat məni qıynadın. Günahlarım varmı məni əsablara taşladın. Həmməsidən çarçadım, bəlkəsidən çarçadım. Axır mənəm adamman, gözlərimni yaşladın. Hayat məni qıynadın, hayat məni qıynadın. Günahlarım varmı məni əsablara taşladın. Həmməsidən çarçadım, bəlkəsidən çarçadım. Axır mənəm adamman, gözlərimni yaşladın. Vədələrin qayda, vədələrin qayda. Yalğanların asmanlarda ayda. Heç nimə yox oyda, heç nimə yox oyda. Sevgimizi azablara qoyma. Hurmatli hamkasblar, kecha yana bitta qizaloq o'z-o'zidan g'oyib bo'lgan. Bizga kelib tushgan arizalarga ko'ra, bu 16-voyaga yetmagan bola bedarak yo'qolayapti. Kuzatuv kamerasidan olingan ma'lumotga ko'ra, mana bu yigit bola o'g'risi bo'lib chiqyapti. Ko'ringlar. Bu shaxsga oid ma'lumotlar mana bu yerda. Xullas, uni zudlik bilan qo'lga olishimiz kerak. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Dada, Ha? sizda muhim gapim bor. Gapiraver qizim, nima gaping bor? Men u bolani taniyman. Qaysi bolani? Bola o'g'risini. Nima deding? Alo? Alo, Ali aka, bugun ko'rishaylik. Xo'p. Qayerda ko'rishamiz? O'zimiz bog'da, sizni 1 soatdan keyin kutaman. Bo'pti. 1 soatda o'sha yerda bo'laman. Xo'p. Vədələrin qayda, vədələrin qayda. Yalanların asmanlarda ayda. Heç nimə yox oyda, heç nimə yox oyda. Sevgimizi azablara qoyma. Hayat məni qıynadın, hayat məni qıynadın. Günahlarım varmı məni əsablara taşladın.
O'rta boshliq, Labay. ruxsat eting. Nima gap? Qabulingizga o'g'irlangan salfetkachi qizning onasi Safarova kelibdi. Olib kiraymi? Mayli, kirsin. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men yo'qolgan qizim masalasida kelgandim. Marhamat, o'tiring singlim. Qizimdan biror yangilik bormi? Qizingizni o'g'irlagan shaxs topildi. U yana 15 ta bolani o'g'irlashda gumonlanmoqda. Biz kecha uni qo'lga oldik. Hozir tergov, surishtirish ishlari ketyapti. Tez orada qizingizni ham topamiz. Kim ekan o'sha o'g'ri? Nega aynan meni qizimni o'g'irlaydi? Mana qarang. Mana bu yigit qizingizni o'g'irlashda gumonlanmoqda. U bizning qo'limizda. Hozircha hech narsani gapirmayapti. Yuragim bo'ldi yara, bo'ldi para. Yuragim yaraladi, u qashlari qara. Endi sevmayman bo'ldi, ko'zim yoshlara doldi. Endi chidolmayman men qayg'u iztiroblara. Yuragim bo'ldi yara, bo'ldi para. Yuragim yaraladi, u qashlari qara. Endi sevmayman bo'ldi, ko'zim yoshlara doldi. Endi chidolmayman men qayg'u iztiroblara. Xullas mana shu shaxs. Men bu odamni taniyman. Tushunmadim. Siz bu shaxsni qayerdan taniysiz? Bu odam meni sobiq erim bo'ladi. Nima? Biz 6 yil avval oilaviy kelishmovchilik sabab ajrashganmiz. Sobiq erim qizim bilan ko'rishishga bir necha bor harakat qildi. Men esa ko'rsatmagandim. Menimcha shu sababdan qizimni o'g'irlagan. Tushunarli. Unda yana 15 ta bolani kim o'g'irlagan? O'zga tutar qo'llaring, ayra bo'ldi yo'llarim. Sevganimdan ayrilib, bo'ldi bu ko'nglim yarim. O'zga tutar qo'llaring, ayra endi yo'llarim. Sevganimdan ayrilib, bo'ldi bu ko'nglim yarim. Yuragim bo'ldi yara, bo'ldi para. Yuragim yaraladi, u qashlari qara. Endi sevmayman bo'ldi, ko'zim yoshlara doldi. Endi chidolmayman men qayg'u iztiroblara. Yuragim bo'ldi yara, bo'ldi para. Yuragim yaraladi, u qashlari qara. Endi sevmayman bo'ldi, ko'zim yoshlara doldi. Endi chidolmayman men qayg'u iztiroblara. Demak, qizingiz sobiq eringizni qo'lida bo'lgan. Hozir siz bizni eski manzilingizga, ya'ni sobiq eringizni uyiga olib borasiz. So'zlaring yolg'on bo'ldi, orzular armon bo'ldi. Gaplaringga ishonib, kuyganim yomon bo'ldi. So'zlaring yolg'on bo'ldi, orzular armon bo'ldi. Gaplaringga ishonib, kuyganim yomon bo'ldi. Oyi, qarang, rasmingiz bor ekan. O'rta boshliq, murojaat etishga ruxsat eting. Ruxsat. 15 ta bolani o'g'irlagan o'g'ri topilibdi. Bu haqda Mahmudov ma'lumot berdi. Tushunarli. Hozir chiqaman. Xo'p bo'ladi. Yuragim bo'ldi yara, bo'ldi para. Yuragim yaraladi, u qashlari qara. Endi sevmayman bo'ldi, ko'zim yoshlara doldi. Endi chidolmayman men qayg'u iztiroblara. Yuragim bo'ldi yara, bo'ldi para. Yuragim yaraladi, u qashlari qara. Endi sevmayman bo'ldi, ko'zim yoshlara
Assalomu alaykum. Nima, men shunchalik bola o'g'risiga o'xshaymanmi? Men qayoqdan bilay? O'zingiz har safar har xil mashinada kelardingiz. Men esa bolani o'g'irlagansiz deb o'ylabman. Mayli, kechira qoling. O'ylab ko'raman.